Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas, chin san'at, til, millat tanlamas, sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Qashqadaryo televideniyasi taqdimlarida tomosha qilayotganingiz ustozlar izidan teledasturi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda alohida ulug'vorlik kasb etgan, maktab yaratgan va butun o'zbek san'atida Tojiddin Murodov bo'lib tanilgan, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tojiddin Murodovning farzandlari va nabiralari ishtirok etishadi. Çöller qurib yer ko'nglini chog' etgan, yangi yerda yangi chaman bog' etgan. Çöller qurib yer ko'nglini chog' etgan, yangi yerda yangi chaman bog' etgan. Mehnatidan osmonni partov etgan. Mardlar qabul eting qalb salomimni, sizga bag'ishladim bu kalomimni. Qahramonsiz ushbu xislat sizga tab, mardligingiz ardoqlaydi hurvatan. Madhingizni qancha yozsam oz ekan, ilhom tunib sindirar diljomimni. Mardlar qabul eting qalb salomimni. Qancha daryo jilovlandi qo'llarda, kanal turib suvlar oqdi cho'llarda. Qashqadaryo jilovlandi qo'llarda, kanal turib suvlar oqdi cho'llarda. Gullar undi sizlar o'tgan yo'llarda, unda bugun topdim dil aromimni. Mardlar qabul eting qalb salomimni. Qahsin sizga ey cho'lquar polvonlar, mard yigitlar, erkak qizlar, janonlar. Hayot go'zal keldi davru davronlar, ilhom turib sindirar diljomimni. Mardlar qabul eting qalb salomimni. Do'stlar qabul eting qalb salomimni. Sizga bag'ishladim bu kalomimni. Sharofiddin aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturimizga. Biz sizni qolaversa Murodovlar sulolasining yorqin davomchilarini bugungi ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Siz bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'lgandi. Mana bugun dastur doirasida ana shu qaynoq daqiqalarni efirga uzatamiz. Qolaversa butun elimiz, xalqimiz kutgan dastur bo'ladi degan umiddamiz. Chunki qayerda borsak davralarda Tojiddin Murodovning yorqin xotiralari yod etiladi, ularning san'atlari borasida fikr yuritiladi, yosh ijrochilar sahnaga kirib kelar ekan.
Tojiddin Murodovning qo'shiqlaridan bir shingil bilasizmi degan savol o'rtaga tashlanishi tabiiy. Va bu san'at darg'alari ichida bugun ana shu katta san'atni davom ettirayotgan vakil sifatida keling yurtdoshlarimizga ana shu ustoz san'atkorimizning ruhlari haqi, ularning katta san'atlari borasida chiroyli fikrlarni o'zingiz boshlab bersangiz. Xo'p bo'ladi. Avvalambor katta rahmat taklif uchun. Mana shu ko'rsatuvga, ustozlar izidan deb nomlangan ko'rsatuvga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Omad yor bo'lsin hamisha. Endi ustozlarni eslash, darg'alarni eslash, o'zini yurtida zaminidan yetib chiqqan shu olim, mutafakkirlarni eslab, ularni yod etish juda ham ulug' narsa. Bu albatta kerak. Zamon uchun ham, kelajak uchun ham. Avvalo shunday ulug' dargohda shu Murodovlar sulolasida tug'ilganligimdan men juda ham o'zimni baxtli hisoblayman. Sababiki bizni oilamiz aynan o'sha Tojiddin Murodov san'atkor, ya'ni to'liq bir o'z yo'lini ustasi sifatida tanilmaslaridan ilgari ham ma'rifatli, ma'nan boy oila bo'lgan. Endi Tojiddin Murodov degan nom asli bizada masalan otamiz yoki bularni bobolari bo'lganligi uchun emas. Bu haqiqatan ham shu kasb uchun xizmat qilingan. 50 yil xizmat qilingan shu kasb uchun. Yoshliklarida masalan o'zlari boshqa sohada o'qigan bo'lishlaridan qat'iy nazar, masalan fizika, matematika yo'nalishida tahsil olgan bo'lishlariga qaramasdan shu otalarida, katta bobolarida juda yuksak ovoz bo'lgan. Bu ovoz bu kishida o'tgan. Xullas shu sabab ota onalarining duosi bilan mana shunday bir ulug', zabardast hofiz, darg'a san'atkor sifatida xalqimizni yuragida, tarixda mangu qoldi deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. San'at kishilari haqiqatan ham bu holatni yaxshi eslashadi. Azaldan o'sha Qashqadaryo viloyat teatrida, Surxondaryo teatrlarida ularning ham aktyorlik mahorati bilan rollarni ijro etganliklari, qolaversa mahorat bilan klassik va mumtoz qo'shiqlarni xalqimizning ma'naviy merosiga aylantira olganliklari ularning yutug'i bo'la olgan. Qolaversa maktabda ham pedagoglik faoliyati bilan yosh avlodga musiqiy ta'limdan juda ham chiroyli dars saboqlarini berganliklarini katta avlod vakillari hali hamon shirin xotira bilan eslashadi. Qolaversa davralarga borganimizda xalq hofizi Tojiddin Murodovni bilasizmi deb savol berganlarida bu inson xalq hofizini ham olgan ekanmi deb bir ma'lumotlarni titkiladim. Xalq shunchalik yaxshi ko'rganidan ularga mana shu mukofotni ham o'zi berib bo'lgan. Nafaqat xizmat ko'rsatgan, balki xalq hofizi deb ulug'lash e'tirofiga sazovor bo'lgan ijodkorlardan biri bo'lgan. Har bir inson o'zini kasbini sidqi dildan shu xalq uchun, yurti uchun halol bajarsa, ilmi ham ziyoda bo'ladi. O'sha qilgan xizmatlari halol bo'lsa, u tarixda ham qoladi. Uni keyin o'rganishadi ham. Agar yengil yelpi bo'lsa yoki bo'ladi-da shu degan fikr bilan harakat qilinsa, unda o'sha o'rtamiyona bo'ladi. O'sha aytgan narsasi o'zi bilan birga vafot etadi. Keyinchalik ijro etilmaydi. O'zingizdan bilasiz, mana juda ko'p hofizlar dadam davrlarigacha yo dadamdan keyin ham Qashqadaryoda soni juda ham ko'p san'atkorlarning. Lekin aynan Tojiddin Murodovda o'zini yo'lini ustasi, o'zini ovoziga ega, o'zini tembiriga, o'zini qo'shiqlariga ega hofiz, menimcha endi men otam bo'lganliklari uchun emas, yuqoriga aytdim-ku. Bunaqa menimcha san'atkor kelmasa kerak. Chunki biz respublikaning juda ko'p nuqtalariga boramiz. San'at rivojlanib, eng cho'qqisiga chiqqan Xorazm yoki Farg'ona, Toshkent yo'nalishlari, Buxoro, Shashmaqoma. O'sha vakillar bilan ko'rishganimizda Qashqadaryodan bitta sana otang chiqqan deyishadi. O'zini yo'li bilan, uslub bilan. Xorazmdan Komiljon otani yozib chiqqan, o'zini yo'li, uslub bilan deyishadi. Farg'ona, Toshkentda Ma'murjon, Uzoqov Jo'raxon Sultonovlar chiqqan deyishadi. Shu o'shalarga tenglashtirib aytiladi-da. O'shanaqa san'atkor bo'lish uchun endi qarang qanaqa mehnat kerak. Qanaqa masalan, men bu suhbatni juda ham ko'p o'sha savol berilganda aytganman. Qanaqa agar ko'rsatuvga mana shunaqa to'g'ri kelsa, otam rahmatlik bilan men 13 yoshimda yurganman, Otabekjon. Qaysi davraga borishdan qat'iy nazar, birinchidan bularda hozirgi zamonaviy til bilan aytganda dogovor degan narsa, admin degan narsalar yo'q edi. Ular o'zi odamlar kelardi uyga, kelib dadamga rahmatlikka qarab ishlarni belgilardi. To'y sanasini. Surxondaryodanmi, Qoraqalpoqdanmi, Xorazmmi, Buxoromi farqi yo'q. Tojiddin Murodovning uyiga kelishardi.
belgilab ketishardi. Bularda endi o'sha payt na sotka, na boshqa bor. O'sha belgilangan bo'yicha aytilgan vaqtdan 1 soat, 1,5 soat oldin borib turishardi. Keyin shunaqa xizmat qilishardiki, agar Po'lat amakim rahmati bilan birga bo'lib qolishsa, bularning oldiga tushadigan bo'lmasdi. Yuksak bir ovoz bergan edi, bularga ham charchamasdi bular. Lekin o'sha narsani his qilib, o'sha narsani chiroyli xalqqa yetkazib berish ham bo'ldi. Bastakorlar bilan ishlash. Masalan, borib dadam rahmatli o'sha Orif hoji Almaqsumov bilan ishlaganlar. Bozorg'oniy, Bebog'cha yoki Quvondiq Iskandarov bilan. Aytadiganlarim hammasi vafot etib ketishgan sana darg'alari ular qaytarilmaydi. Xuddi Tojmurodovdek. Yoki Quvondiq Iskandarovdan Feruz 123, Matniyoz Yusufovdan Xorazm chorgohi yoki boringki o'sha san'atkorlar masalan Tojikistonda o'sha dekadalar bo'lgan O'zbekiston madaniyat kunlari borganlarida Tojikiston xalq hofizi Ma'ruf hoji Bahodirov dadam nimalardir o'rganganlar. Chiroyli ijro bo'lgani uchun Ma'ruf hoji Bahodirov tor sovg'a qilib olgan. O'zida o'zi masalan bunaqa voqealar bo'lmaydi. Shunday. O'sha tirishqoqlik, mehnat, halol xizmat qilish, kasbini sevish, avvalo xalqini, yurtini sevish. Hammasi mana shundan. Keyin o'zini musiqasiga fido qilish, masalan, jonni fidokor bo'lish. Shunday insonlar bo'lgan bular. Endi bizlar ko'p joyda mana Toshkentlarda hoji akalar va unisi bunisi yosh ulug'lar bilan o'tirib suhbat qilganimizda yoki qo'shiq ijro etganimizda aytishadi, adang mana shu G'amzasin bilan qishlog'ingda haykal qo'ygan, bilasanmi deydi. O'sha haykalning uchi bizga ham ko'rinib turadi deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu juda ulug' gapda endi u toshkentliklardan o'sha ulug' hojilardan aytiladigan bu suhbat. Endi men masalan men ham maqtanib, taltayib ketishim mumkin, lekin yo'q. Otam rahmatlik qanday bo'lsalar o'sha kamtar, kam gap, masalan o'zini bir nima deydi, kasbini sevadigan, xalqini sevadigan o'sha narsalarni harakat qilamiz biz ham. O'shanday bo'lishga, o'sha otamizdan qolgan konservatoriyada o'qigan san'atkorlardan, darg'alardan o'rgangan o'sha kamtarliklar va san'atni hammasini yoshlarga, kelajak avlodga chiroyli yetkazib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Haqiqatan ham mehnat insonni ulug'laydi. Bu so'zlar qatida bir olam ma'no, mazmun mujassam. Ana shu mehnatning natijasi o'laroq bugun nabiralar, farzandlar ularning nomidan faxr tuyadi va ularga ot izini toy bosar naqliga amal qilib munosiblik hissi bilan ijod qilmoqdalar va Sharofiddin Murodovning o'zlari ham yurtboshimizning yuksak mukofoti Nihol davlat mukofotlari bilan taqdirlanganlar. Shu o'rinda san'atkorning dastxatiga aylangan qo'shiqlar bo'ladi. Bu bemalol ayta olamiz, Tojiddin Murodovning G'amzasin taronalari ana shunday qo'shiqlar sirasiga kiradi. Va qaysi davrlarga bormaylik, yoshlarimizdan ham so'rashadi. Tojiddin Murodovning G'amzasin qo'shiqlarini o'zlaridek aytib bera olasizmi deb savol berishadi. Endi o'zlaridek aytib berish faqat san'atkorning o'ziga xos bo'ladi. Uning yaqiniga yo'lagan va xuddi shunday ijro qila oladigan yoshlar esa shubhasiz shuhratga va mavqega erishadi. Bugun keling o'sha kutilgan savolni, kutilgan ijrosini sizlardan qabul qilsak, menimcha barcha xalqimiz katta qatlam vakillari G'amzasin taronasini bugun bu vakillar ijro etishadimi degan savol bilan turishibdi. Ushbu taronani jonli ijroda sizlardan qabul qilsak. Endi shu qo'shiq to'g'risida bir ozgina fikr aytmoqchi edim. Yaxshi bo'lardi. Endi otamiz aytgan darajada kuylay olmaymiz. Aytganingizda bu qo'shiq o'sha insonni, o'sha san'atkorni, hofizni, o'sha o'zini haligi ijro maktabi bo'ladi. Ijro maktabi, uni biz o'zgartira olmaymiz, u darajada ijro eta olmaymiz, lekin harakat qilamiz otamizni, bular ham bobolarini ruhini shod qilishga. Marhamat, tinglang. Marhamat azizlar, birgalikda tinglab bahramand bo'lamiz.
Gamzasın sevdin kümür canın kirakmaz bu siya. Gamzasın sevdin kümür canın kirakmaz bu siya. Tiravurdin cismur yavnin kirakmaz bu siya. Tiravurdin cismur yavnin kirakmaz bu siya. Avtaşın avımla aylar sanmaya taklifi babam gül bargi xandoning kirakmas bu siya. Babam gül bargi xandoning kirakmas bu siya. Kemanım, ruh rakibim, bir menem zaydın nasip. Ol kotarsan, tavşa paykanin kirakmaz bu siya. Kotarsan tavşa paykanin kirakmaz bu siya. Yandırıp canım cahansız etme bari ahimi. Asman hurşid raşanin kirakmaz musiga. Tutayım kim açsın av bine yoldur itibar. Ey Fuzuli çeşme gir yavrin kirakmaz bu siya. Ey Fuzuli çeşme gir yavrin kirakmaz bu siya. Gamzasın sevdin könül canın kirakmaz bu siya.
Qadrli yurtdoshlar, siz Qashqadaryo televideniyasi taqdimlarida ustozlar izidan dasturini tomosha qilyapsiz. Teleko'rsatuvimizning bugungi qahramoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, marhum san'atkor Tojiddin Murodovning xotiralariga bag'ishlanadi va ularning yorqin davomchilari va ana shu sulolaning vakillari bugun studiyamizda mehmon bo'lishyapti. Sharofiddin aka, shu o'rinda keling jiyanlaringiz bilan va ushbu avlodning yangi vakillari bilan bizni tanishtirsangiz. Bilamizki, ma'lumotlarga ko'ra Tojiddin Murodovning 10 nafar farzandlari bo'lgan. Bu farzandlar orasida kimda ana shunday iste'dod va san'at qirralari ozgina ko'chib o'tgan yoki ko'proq ko'chib o'tgan va yoningizda turgan mana shu yangi avlod vakillari xususida ularning faoliyatlari, maslagi haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Rahmat Otabekjon. Endi oilada haqiqatan ham biza 10 ta farzand, 6 o'g'il, 4 qiz bo'lganmiz. Hozir bitta akamiz vafot etganlar, bitta opamiz vafot etganlar. Aslida hammamizda ashula aytishga haligi bor. Iqtidor bor. Iqtidor, iste'dod bor. Farin akam, o'sha katta akamiz o'zi prokuratura sohasida, lekin yoshligidan juda chiroyli rubob chalib, masalan, rubob chalishni akamdan o'rgangan. Farin akamdan. Juda chiroyli chertar. Rahmatli Komil akam ham zo'r aytar edi. Muborak opam ham ashula aytib turardi ham. Boshqa opalarim ham, lekin ularni kasbi boshqa edi. Dadam endi hammang endi ashlachi bo'laverasanmi deb turib, masalan, Farin akamni o'sha prokuratura yo'nalishiga, undan keyin Komil akam rahmatlik Militsiyaskiy akademiyada, undan keyingi opamiz iqtisod yo'nalishida, undan keyingisi rushlet, keyingi opam o'zbek tili, adabiyot. Keyin men o'sha yoshligimizdan menimcha o'sha bu aka uka opa singillarimga qaraganda ajralib turgan bo'lsam kerakdi, o'sha qanaqadir ovoz iste'dod biladi-ku endi ota-ona. Haqiqatan siz bilan shug'ullanganlarmi ko'proq? Keyin shu menga qolganda shu kasbni shu bo'ladi deganlar shekilli. Keyin mendan keyin ukam ham Karomiddin ham ancha qo'shiq ijro etib yurdi. Karomiddin Murodov ancha tanildi. Endi hozir o'zini yo'nalishiga ketdi. Undan keyin singlimiz ham masalan hamshira, lekin qo'yib bersa yaxshi ijro etadi. Kamoliddin ukamiz buxgalter bo'lib ishlaydi, lekin ko'p qo'shiqlarni yaxshi ijro etadi. Abdulazizxon ukam ham. Xullas hammamizda bor, lekin bizani aka uka opa singillarimiz mendan boshqasini yo'nalishlari hozir har xil bo'lib ketgan. Keyinchalik kelajak avlod mana Suhrobjon, o'sha katta akamni, Farin akamni o'g'illari, Suhrobjon Tojiddinov bu konservatoriyada o'sha an'anaviy ijrochilik yo'nalishida o'qib, ustozlardan ta'lim olib, o'sha Murojaat opa, Mashrab aka, Rifatilla Qosimovlardan, katta arboblardan, san'at darg'alaridan o'rganib, hozir bu yerda musiqa litseyida dars beradi, an'anaviy ijrochilikdan. Bu ham xalqaro ko'rik tanlovlar ro'yati Moskvaga borib, katta o'rinlarni, birinchi o'rinlarni olib kelgan. Xurshidjon hozir ancha tanilib qoldi. Xurshidjon Murodov bu Po'latam akim rahmatlining farzandlari. Bu ham konservatoriyada an'anaviy ijrochilikni yakunlab, bu yerda hozir ikkalasi birga ishlayapti shu yerda, musiqa bilim yurtida. Juda yaxshi. Bu kishi Ma'murjon doira yo'nalishida, bu kishi ham jiyanimiz hisoblanadi. Bu kishi dadam rahmatlining ukalari bor edi, Nuriddin akim rahmatlining nabiralari. Aslida aka degan bir ustoz doirachi akamiz borlar. Bu kishini otalari, o'sha Nuriddin akim katta farzandlar, o'sha kishining farzandi. Bu kishi endi o'zimizda musiqa maktab bor Chinovda. O'sha musiqa maktabida direktor bo'lib ishlaydilar. Lekin doirada juda ham qo'li shirin, chertimlari yaxshi, o'sha ota kasbni mahkam ushlagan. Ikki yo'nalishda ham olib boryapti, ham o'sha doira, ham rahbarlik yo'nalishida. Endi kelajak avlod yetishib kelyapti. Mendan keyin davom ettirayotgan o'sha Murodovlar sulolasida otamizni yo'nalishlarini davom ettirayotgan shular Mashrabjon, shu 4 talasi. Juda ham yaxshi. Ayni paytda siz poytaxtda ijoddasiz, lekin viloyatda biz ularni o'sha katta sahnalarda, teatrda, madaniyat saroylarida va bazmlarda ko'ramiz. Haqiqatan ham chiroyli ijro va odob borasida ham aynan o'sha Tojiddin Murodovga munosib bo'lishga harakat qilishadi va katta avlod vakillari ularni ham odobi, san'atiga yaxshi baho berishyapti. Qolaversa, mana Xurshidjon bilan anchayin aka-ukamiz tanishmiz. Yaqinda o'sha teledasturlarda, ovoz loyihalarida o'zlarini chiroyli bir chiqishlari bilan ishtirok etishib, ustozlarga munosib shogird ekanliklarini isbotlab kelyaptilar. Sizda nima yangiliklar? Ijodda qanday yangiliklar? Keling shular xususida gaplashsangiz va aynan bobongizning chiroyli tarixlari, sizga qoldirgan uchrashuvlarda eslaydigan bir fikrlari, shiorlari bor bo'lsa, shularga ham e'tibor qaratsak, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi kunda o'sha ijod bilan birgalikda yosh avlodga
o'z bilimlarimizni, ustozlarimizdan o'rgangan bilimlarni qo'ldan kelgancha o'rgatib kelyapmiz. Shu bilan birgalikda aytganingizdek, viloyatimizdagi nufuzli tadbirlarda qolaversa, shu elimizni yaxshi kunlarida o'zimizni ijodimizni ko'rsatish bilan shu yo'nalishda davom ettiryapmizda qo'ldan kelgancha. Lekin shu bitta narsasi borki, o'sha aytganingizdek, faqat yelkada mas'uliyat ustozlarga munosib bo'lishi kerak, sulolaga munosib bo'lishi kerak, ashulalarni juda ham terib aytish kerak. O'sha narsani buzmaslikka harakat qilamiz oxirigacha. Bu ham endi maqomchilar ko'rik-tanlovining laureati. Moskvada bo'lib o'tgan konkursda laureat. Endi qolaversa katta san'at darg'ani avlodi. Xullas bularni shunday tarbiya topgan o'zlari o'sha konservatoriyada ungacha ham Gilerda o'qigan paytlari ham mana shu narsani singdirib katta qilganmiz, qaraganmiz o'zimiz. Ikkalasini ham ijodi, o'ziga yarasha muxlisi bor. Kuni kecha o'sha yurtboshimizni televideniyadagi chiqishlarini juda ham bir hayajon bilan kuzatdim. Toshkent shahrida O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov nomida musiqiy maktab faoliyatini tubdan yangilab davom ettirish to'g'risida fikr va mulohazalarini bayon etdilar va bu katta avlod vakillari tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi va ularning maktablari davom etadi va aynan bu maktabga o'zingizni hayotlik davringizda tamal toshi qo'yamiz deb chiroyli bir urg'u berdilar. Men o'ylaymanki, Qashqadaryoda ham Tojiddin Murodovning maktablarini saqlab qolish va musiqa maktablariga nom berib, ana shu maktabdagi asarlarni yanada sayqallashtirish kerak. Bemalol bu taklifni men katta avlod vakillariga ayta olgan bo'lar edim va ana shu qo'shiqlar saqlanishi va o'lmas meros sifatida ardoqlanishga majbur. Ana shu chiroyli maktab vakillari sifatida sizlardan ham bir shingil bugun qo'shiq tinglaymiz. Ustozning ijro mundarijalaridagi qaysi qo'shiqni ko'proq sog'inib tinglaysiz, o'rganishga va o'xshatishga harakat qilasiz? Qaysi qo'shiqni bugun sizdan tinglab bahramand bo'lamiz? Shu bobomiz ijro etgan hamma asarlar o'ziga xos, juda ham bir shiralik chiqqan hamma asarlar. Hammasini ham o'rganganmiz, shogirdlarga ham o'rgatib boramiz. Endi bugun shu Usmon Jangitov so'zlari bilan Janonasan asari bor. Rahmatjon Tursunov musiqalari bu ham. Shuni qo'ldan kelgancha ijro etib bermoqchiman. Juda ham yaxshi. Demak, Xurshid Murodov ijrolarida go'zal bir taronaga navbat beramiz azizlar. Dilbarım gül çehreler İçra uzin yeganasan Dilbarım gül çehreler İçra uzin yeganasan Bunca ham aşudahan Bunca ham canonasan Bunca ham aşudahan Bunca ham canonasan Sözleyin husni seni Ne til bilan tasvir etay Kunduzi oftob jamol Oqshomda oydek yonasan Kunduzi oftob jamol Oqshomda oydek yonasan Ne uchun teng etmayin osmondagi sayyoraga Aslida oftobgami
Dünyaya mi dünyanasan Termunu vasliyne deb Başingda men parvona men Sençi parvos yo'q Kim qoshida parvonasan Sençi parvos yo'q Kim qoshida parvonasan Ay men yarışqingti zanjirga buldim asir Sençi bemurad Tokaygacha begonasan Dilbarim gul chehralar Ichra o'zing yagonasan Buncha ham oshudahon Buncha ham janonasan Buncha ham oshudahon Buncha ham janonasan Buncha ham janonasan Azizlar, ustozlar izidan dasturimiz davom etadi. Ustozlarga munosiblik hissi barchamizga hamroh bo'lsin deymiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz Qashqadaryo televideniyasida mashhur so'z ustalari va Qashqadaryodan chiqqan buyuklar maktabi haqida mana shunday teledasturlar bo'lsa degan talab va taklifni o'rtaga tashlashar edi. O'ylaymizki, bugungi dastur aynan katta avlod vakillariga xush yoqayapti. Yangi avlod vakillariga esa alohida maktab vazifasini o'tashi shubhasiz. Sharofiddin aka, bugun mana yoshlarimiz orasida yana jiyanlaringiz va yangi avlod vakillarini ko'ryapmiz. Ularga qanday maslahatlar berasiz? Ba'zida ular biz mashhur bo'lishimiz kerak va hozirgi yoshlar bob trenddagi qo'shiqlardan kuylashimiz kerak va ularga mana shunaqa sayqal beradigan bir studiyalarni ko'rsating bizga, boshqacha yo'nalishda ijod qilaylik deb chiqadiganlar bo'lsa, ularga qanday maslahatlar berasiz, yo'l yo'riq ko'rsatasiz, qo'llab-quvvatlaysiz? Shular xususida gaplashsak. Endi qo'llab-quvvatlayman. Hamisha agar o'sha aytadigan qo'shiqlari ozgina o'zimizni milliyligimizni ifoda etib tursa, o'sha milliyligimizni ruhiyati sezilib tursa, o'shandan uzoqlashmasa, erta indin masalan eshitadigan san'atkor bizada sanoqlik bo'lsa ham o'sha kerakli insonlar bo'ladi eshitadigan. Bular yoshligidan o'sha Gilerga borgandan rahmatli Po'latam akim buni topshirganlar, buni dadasiga topshirishgan, qaraysan deb. Dadam rahmatlik kamtar, to'g'ri so'z, haqgo'y insondilar. Shu bilan birga juda qattiq qo'lidilar. Shu 10 ta farzand hammasi o'qimishli, hammasi masalan o'zini yo'nalishini topgan. O'qishga kiritdilar, hammasini o'qitdilar, lekin kenja farzandlarini masalan Kamoliddin, Abdulazizxon, Shahnoza singlimning to'yini ko'ra olmadilar, endi taqdir bu. Lekin hammasiga qattiq qo'llik bilan turib, o'qitib, shu yaxshi inson, elga, yurtga toza halol xizmat qiladigan qilib tarbiyalab ketdilar-da. Endi o'sha an'anani davom ettirgan holatda biz ham shunday tarbiyalaganmiz. O'zim farzandlarim deydi bular. Bu ham Ma'murjon ham bularni qiladigan ijodiga hech qanaqa qarshilik qilmayman. Chunki zamon talabiga boyagi men yuqorida aytdim-ku, qarash kerak. Chunki u aradan qolib ketmaslik kerak. Bu maqomni, o'sha milliy ruhdagi qo'shiqlarni aytdi degani u
boshqa yo'nalishni lapar yoki sho'x qo'shiqlarni yig'ishtirib qo'y degani emas. Masalan, o'zimizni otamiz ijrolarida bo'lgan qo'shiqlarni ham masalan bemalol sho'x qilib aytish mumkin. Aytishyapti bular, aranjirovka qilib masalan, zamonaviy ruhda. Qaysilari yangilandi, yangi musiqiy Masalan, sayqal berildi? Sog'indimman degan qo'shiqlarni yangi ijro etildi. O'sha boshida ko'rsatuvni boshida ijro etgan Tahsin sizga chullar qo'yib degan qo'shiqni uchalarimiz aytgan variant bor, aranjirovka qilib. Alohida aytilgan variantlar bor, aranjirovka qilingan holat. Yoki boshqa ustozlarimizning qo'shiqlari yoki izlamasang degan otamizning qo'shiqlari aranjirovka qilingan. Ijro etyapti, lekin asosiysi o'sha yo'nalishdan chiqib ketmaslik kerak. Masalan, o'zlari ham o'quvchilarga borib dars berganda uyalmaslik kerakda. Shunday. Aytadigan qo'shiqda. Otam rahmatli o'zlari ham masalan hindchaga ham aytganlar, afg'oncha ham aytganlar, misol yoki eroncha ham aytganlar. Borganda masalan Ozarbayjon dekadalar borishganda ozarbayjoncha ham aytishgan. O'rganganmisiz o'sha ijrolarni eshitganmisiz? Masalan, boshqa millat qo'shiqlaridan bir shingir kuylab bering shu joyida. O'sha o'zingiz Sone darti Allah rakşe qadam qadam abadje qadam qadam abadje qadam qadam abadje. Bu afg'oncha bu. ana Yori xush dilam Zulayxo, azizi dilam Zulayxo degan qo'shiqlar bo'lar. Shunaqa baland pardadan shunaqa go'zal ijro etishardi bular. ana O'sha buni asli egasi Jo'rabek Murodov o'zlari ham hayratda qolgan. ana Bular aytgan pardalar aytmaganda o kishi. Bular balandroq, 2-3 parda baland aytishardi. Masalan, Jo'rabek Murodov sol pardalar aytgan bo'lsa, bular do shunday. yoki do deyiz mana shunaqa. Bosgan pardalar aytaverishardi-da, shunaqa ovozga ega edi bular. Eshitganlarida ham o'sha Jo'rabek aka yaqinda ham bir tadbirga televideniyada ko'rishganimizda kelib men quchoqlab ko'rishganlarda, "Ay, sizdan Tojdinning hidi keladi" deganda u o'sha o'tkazgan tadbirlarida otamni haqiqatdan ham zo'r san'atkorliklarini bilganda. Keyin ham o'ta mehmon do'sti bular. Bu kishi kelgan Qashqadaryoga kelgan san'atkor hammasi albatta bizani dargohimizdan choy ichib ketardi. Jo'rabek aka ham borgan, o'sha Jinoga bo'lsa ham qarshini o'ziga mehmon bo'lgan, mehmon qilganlar. Otajon aka bilan zo'r bo'lgan bular. Qanaqa tadbir bo'lsa Bomurod akalar endi o'sha paytdagi tarixiy san'atkorlar Ortiq akalar endi shunaqa baho bergan buni dadasilarga. Buni mana shu tomog'ida ovozini zavodi bor degan. Po'latam akimga shunaqa ta'rif berganda. Tugamaydigan. Zavod bor. Chunki bu bo'lib qolardi-da, Po'latam akim ashlayotgan paytlar Ortiq akani o'zi. 3-4 marta o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Endi Suhrobjonni ham o'zini ijodi bor, qo'shiqlari bor. Bu ham o'sha Ortiq akadan, keyin Sherali Jo'rayevdan, keyin o'zini ham yaratgan yangi ijodlari bor. Ko'z tegmasin, yaxshi bolalarimiz. O'zi aytib bera qolsin shu o'zini yangiliklari haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Otabek aka mana shu ko'rsatuvga taklif qilganlar uchun rahmat. Avvalambor shu Tojdin Murodovning nabiralarida bo'lishni o'zi bir sharaf, o'zi bir mas'uliyat. Endi qanaqa bir san'at yo'lini davom ettirishdan qat'iy nazar u kishini shu bosib o'tgan izlari, san'at yo'llariga biz ham davomchi sifatida borishga majburmiz. Endi u xalqimiz qarab turibdi, xalqimiz ko'rib turibdi, qanaqa ijro qilamiz, qanaqa yuramiz, qanaqa kiyinamiz, hammasi borib o'sha birinchi davomchi sulolamiz asoschisi Tojdin Murodovga borib taqaladi. Biz shu o'zimizni ashulamiz, qolaversa shu Tojdin bobomiz ijro qilgan ashulalar, o'zimizni yurish turishimiz bilan shu kelajak avlodga namuna bo'lishimiz kerak. Hozir shu Tojdin bobom ijro qilgan Akmal Po'lat so'zi o'zlarining musiqalari bilan bo'lmasa ashulasini ijro qilib beraman. Juda ham yaxshi. Menimcha katta avlod vakillari bu qo'shiqni ustozning ijrolarida ko'p bora eshitishgan va aynan sizlarning qo'lingizda soz borligi ham bizni quvontiryapti. Katta avlod vakillari bu qo'shiqlarni o'zini qo'lida sozi bilan kuylamasa bir butunlik his etishmaydi. Demak, o'sha qo'shiqni sog'inilgan taronani Suhrobjon va Tojiddinov familiyasi bilan chiroyli ijodda yangi qadamlar bilan kirib kelayotgan nabirlardan tinglaymiz. Marhamat.
yov qochar-mi qarisidim, mardu maydon bo'lmasam. Yov qochar-mi qarisidim, mardu maydon bo'lmasam. Mardilingni kim bilardi, dongu doston bo'lmasam. Mardilingni kim bilardi, dongu doston bo'lmasam. O'zni hech dona dema do'st, tu qadrdon bo'lmasa. Qayda erdi noz ne'mat, bobo dehqon bo'lmasam. Qaysi oshiq sayr etardi, bog'da janon bo'lmasam. ibrat olg'aysan hamisha, yaxshi do'sti ustozdan. Jirkanib qoch har mahal o'l, aqli pasna sozdan. Mehnat ayla kekkayib ich, nusxa olmaye g'ozdan. Qayda erdi noz ne'mat, bobo dehqon bo'lmasam. Qaysi oshiq sayr etardi, bog'da janon bo'lmasam. Non tuz bergan elingni har nafasin rozi qil. Ishq vafo osmonida bir yutga beparvoz qil. Kel qalam akmal bilan yoz, yan g'azalni soz qil. Qayda erdi noz ne'mat, bobo dehqon bo'lmasam. Qaysi oshiq sayr etardi, bog'da janon bo'lmasam. Mardilingni kim bilardi, dongu doston bo'lmasam. Qadrli yurtdoshlar, ustozlar izidan teleko'rsatuvini tomosha qilyapsiz va ustozlarga munosib izdoshlarining qalb fikrlari va chiroyli davomiy bo'layotgan mana shu taronalarni siz bilan birgalikda baham ko'rishda biz ham davom etamiz. Yuqorida mana Sharofiddin akam studiyadagi ijrolarni yana bir bora borib eshitay. Musiqiy har bir nota va ovozlar uyg'unligini o'zim bir yaxshilab ko'zdan kechirmasam bo'lmaydi deb studiyada anchayin tiqilinch bo'ldilar. Nimaga desam, chunki baribir o'sha katta avlod vakillariga munosib bo'lish istagi, qo'shiqni xuddi o'zidek ijro qilingani, nolalari, qochirimlari va musiqadan chiqib ketmaslik holatini xuddi o'sha tempda olib borsam deyaptilar. Bugun ijroda endi kamchiliklar bo'lishi mumkin, chunki yana ham to'ldirib butunlay sozandalar bilan birgalikda bu qo'shiqlar ijro etilsa yanada chiroyli bo'ladi. Albatta. Bu kamchilik va qusurlarni to'g'ri ma'noda qabul qilasiz azizlar. Keyingi dasturlarimizda yosh ijrochilarimiz yanada yangi avlod vakillarini ham shu ustozni o'zlaridek ijro qiluvchi yoshlarimizni chaqirish niyatimiz bor. Ularning ijrolariga o'zingiz baho berasiz. Bu yerda mana sozanda to'ldiradi xonandani. Asosan doirachi to'ldiradi. Doirachi o'sha qo'shiqni xuddi o'zidek biladi ba'zida Sharofiddin aka. Albatta, albatta. Va esdan chiqib ketgan joyini ham doirachi to'ldiradi. Nima dedingiz? Tasavvur qiling, ansamblda 70 ta sozanda bor. Lekin bitta doira bo'lmasa eplolmaydi. O'sha asosiy ramka vazifasini bajaradi. Doira. Bum, tandan, tadadan ketadi. Yoki rak, tandandan, tandandan. Yo bum bilan boshlanadi yoki rak. Chunki bu o'sha doirani bunday qilishi aftik. Hamma shunga e'tibor berish kerak. Doirachidan o'zi yaxshi xonanda ham chiqadi. Xonandalarimiz bor, doiradan chiqqan. Mana masalan, O'ktam Ahmedov O'zbekiston xalq hofizi. O'zimiz akamiz, qadrdonimiz.
Shahrsabz. Shahrsabz. Asli o'sha doirani zo'r chalardi shu inson. Yo Purutam akam ham doirani zo'r chalardi. O'sha doirachidan zo'r, endi men bu xonanda bo'ladi demoqchi emasman, lekin o'sha men o'zim ham nog'ora chalardim-da. Dadam rahmatli o'sha guruhlariga nog'ora chalib boshlaganmiz birinchi. Skripka ham chalganmiz, gitara ham chalganmiz. Xuddi o'sha professional darajasiga harakat qilganmiz. Shunday. Skripkadan masalan ustozimiz Nishon aka bo'lgan, tor chalishdan ham Nishon aka bo'lgan ustozimiz. Keyinchalik Rasul Qori Mamadaliyev tamburdan o'rganganmiz u kishidan. Turg'un Alimatovdan kirib yarim yil tahsil olganmiz. Yoki tor bo'yicha g'oyibona ustozimiz Rustam Qori Tursunov. Keyin ham yana bitta haligi bor bu yerda. O'sha san'atkorlikda albatta siz ashulachi bo'lishingiz yoki rubobchi bo'lishingiz yoki doirachi bo'lish shart emas. O'sha kasbni haqqi egasi bo'lish kerak, yuqoriga aytilganday. Egasi bo'lish kerak siz kelajak avlodga ustoz bo'lish uchun. Tushunyapsizmi? Masalan, menda ustozlarning orasida agar e'tibor bersangiz, yuqoriga nomlari zikr etilgan ustozlarimizdan tashqari, o'sha hofizadan tashqari Elmurod aka menda ustozdir, Elmurod Islomov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Toshkentda birga yurganmiz u inson bilan 4 yil. Birga ijod qilganmiz. Birinchi Nasib Abdullayevan gruppasida, keyinchalik o'zimiz alohida ijod qilganmiz, ijro etganmiz ko'p asarlarni. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha Elmurod aka menga san'at yo'lini balandpastliklarni hammasini menga o'rgatgan Elmurod aka bo'ladi aslida. Men masalan Qashqadaryoda otamni o'sha Tojmurod oilasida tug'ilib, Darg'a san'atkorini, shu buyuk qo'shiqlarini, asarlarini eshitib katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy san'at yo'lidagi o'sha hofizlik yo'nalishidagi balandpastliklar bo'ladi. Uni ko'pchilik bilmaydi, tushunmaydi, ayniqsa Toshkentni o'sha paytdagi holatini-da. O'shanday ta'sir berganlar. Bu yigit o'sha Elmurod akani, Qahramon akalarni, o'sha buyuk o'sha usta Olim Komilovgacha bo'lgan ustozlarning, usta Olim Komilovlarni kenja shogirdlarida. Yaxshi. Shunday. Ma'murjon, ustozlaring haqida, o'zing haqingda. Assalomu Sizni alaykum. maqtadik. Assalomu alaykum, hurmatli vohadoshlar. Otabek aka rahmat, mana shunday yaxshi ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Ustozlar izidan deyishni bir ma'nosiki, ustoz so'zini endi qancha ta'riflasak shuncha oz. Ustozlarimiz borlariga shukr. Har birlari ustoz bizga. Birinchi ustozim 5 yoshda o'sha doirani qo'limga tutqazib, esimizni taniganimizdan o'sha dadajonim bo'ladilar. Men shu katta rahmat aytmoqchiman. Dadajonimdan hozirgacha o'sha maqom sirlarini o'rganib kelamiz. Sababi o'sha Tojiddin Murodov buvamiz rahmatlikda yonlarida 20 yil doira chalganlar. Shundan havas uyg'onib davom etib kelamiz o'sha yo'nalishni. Bunda o'ziga yarasha mas'uliyatlari bor. Buvamizga qanaqa chalganlar doirani. O'sha joyini topib, eshitib ko'rib doira fundament vazifasini bajaradi. O'shani ramkadan chiqmagan holatda bu kishiga ham chalib beramiz, bilmagan joylarimizni hozirgacha o'rgatadilar. Bu qancha bilim olsak shuncha kam. Doirachi ustozlarimizga ham men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Qolaversa men shu Jeno shaharchasiga 21-son bolalar musiqa va san'at maktabiga rahbarlik faoliyatini ham olib boramiz. U yoqda ham juda yoshlar ko'p. Yosh ijodkor o'quvchilar, o'qituvchilar mana hozirda maktabimiz 150 o'ringa moslashgan bo'lib, hozirda 180 nafar o'quvchi ta'lim olib keladi. Maktabda o'sha 14 yo'nalishdan 12 yo'nalishi tashkil etilgan. Bunda 20 nafardan oshiq oliy ma'lumotli ustozlar tahsil berib keladi yosh o'quvchilarga. Qishlog'imiz juda go'zal, haqiqatda san'atga shinavanda. Shunaqa joydan o'ylaymizki, yomon odamlar yetishib chiqmaydi. Kulganda ko'rgan onalar ko'hligini, kim ko'tarar erkaligi sho'xligini. Kulganda ko'rgan onalar ko'hligini, kim ko'tarar erkaligi sho'xligini. Senga dili borligini, yo'qligini bilolmaysan yuragingdan. So'zlamasang, bilolmaysan yuragingdan, so'zlamasang. Bizni musiqiy dam olish dasturimiz, tongi jonli efirlarimiz bor.
Biz sizni ko'p shogirdlaringiz bilan ko'rdik, men esladim va o'ylaymizki, demak mana shu rahbarlik lavozimida ham samarali faoliyat olib borasiz. Bu dunyoda har kimni o'z vazifasi bor, yaratgan ana shu yukni sizlarga yelkangizga vazifa qilib jo'natgan ekan. Siz o'qituvchilik vazifasida yoshlarimizga ustozning ijro darajasidagi sara qo'shiqlarni o'rgating. San'atga kirib kelayotgan jajji bolajonlarni tarbiyasi ilk kurtagini sizdan boshlar ekan. Bu qo'shiqlarni yetkazish va ommalashtirish vazifasini chiroyli ado eta olishingiz mumkin. Rahmat. Endi Tojiddin Murodovning ijrolari o'sha yuqorida aytdik, baland tonda va chiroyli ohangda jarang sochgani bilan qalbimizni larzaga keltirgan. Qiz bolaga atlas ko'ylak yarashmaydimi? Chamanzorda Ra'no gulga qarashmaydimi? Yigit baxtin farzand bilan sanashmaydimi? Farzanding bor, dilbanding bor, davlating shudir. Yurt quvonchi, uy yupanchi, savlating shudir. Siz ularni savlatisiz, davlatisiz qolgan katta ma'naviy meroslarsiz. Ana shu merosni bir chiroyli vakil sifatida sizdan shu qo'shiqni so'ramoqchiman. Menimcha bu yakunda kuylanadigan ham chiroyli qo'shiq, ham ohangi go'zal, ham ehtiromi ham, o'ynoqiligi ham va hammasi ma'no mazmuni bilan sizga bugun yarashiqli bo'ladi. Shu qo'shiqni sizdan eshitish istagimiz bor. Shu qo'shiq to'g'risida bir og'iz gapirmoqchiman. Bu Yong'in Mirzo degan bir shoirni she'rlari, Rasul Qorim Mamadaliyev musiqalari. Bu Faxriddin Umarov tomonidan ham, O'zbekiston xalq artisti Faxriddin Umarov tomonidan ham chiroyli ijro etilgan, boshqacha yo'nalishda. Lekin buni tamburda, bitta tamburda Rasul Qorim Mamadaliyev go'zal, betakror, xuddi Tojiddin Murodov G'amzasini qanday kuylagan bo'lsa, u kishi ham shu farzandim Asal Xandimni shunday kuylaganlar. O'tgan ustozlarimiz Alloh rahmat qilsin. Keyingi avlod vakili sifatida men shu qo'shiqni eshitib, Rasul Qorim Mamadaliyevni o'zimga g'oyibona ustoz deb qabul qilganman. Hamma asarlarini topib, u paytlar topish qiyin edi, audio kastalarda topish qiyin, lekin topib, o'rganib, eshitib ijro etganman. Xalqimizga ma'qul bo'lgan. Hozir baholi qudrat qo'ldan kelgancha shu qo'shiqni ijro etib beramiz. Juda ham yaxshi. Azizlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, biz bugun fonogrammadan foydalanmadik, chunki musiqiy sayqal berilgan bu qo'shiqlar hozir yangi avlod vakillari tomonidan ijro etilishi mumkin edi. Ko'proq o'sha ustozni nafaslarini sezish, ularning ohanglarini qayta tiriltirish va sizga yaqinroq qilish maqsadida jonli ijroda eshitishni istadik va bu sizga-da bizga-da birdek manzur kelyapti degan umiddamiz. O'sha xalqni mulkiga aylangan farzandim taronasi, ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojiddin Murodovning farzandlari Sharofiddin Murodov tomonidan ijro etiladi. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Qiz bog'lagan atlas ko'ylak yarashmaydimi? Chamanzorda Ra'no gulga qarashmaydimi? Yigit baxtim farzand bilan sinashmaydimi? Farzanding bor, dilbanding bor, davlating shudur. Yurt quvonchi, uy yupanchi, savlating shudur. Yurt quvonchi, uy yupanchi, savlating shudur. O'g'il qizim farzandim, ishq bog'ida payvandim. O'g'il qizim farzandim, ishq bog'ida payvandim. Bog'lanib bandim, sog'inganda o'rtandim. Farzandim asal qandim, farzandim shakar qandim.
o'nta bo'lsa o'rni boshqa umringni holi. Ota-ona kecha kunduz o'ylar iqbolin. Ardoqlaydi farzandini ko'rib kamol. Farzanding bor, shunqoring bor, bahoring shudur. Farzanding bor, yodgoring bor, shoring shudur. Farzanding bor, yodgoring bor, shoring shudur. Asl farzand muroddur, yovnovdira farhoddur. Asl farzand muroddur, yovnovdira farhoddur. O'g'il qizlar qanotdur, farzand baxt saodatdur. Farzand baxt saodatdur. Ming tasanno, ming ofarin, mehribon onam. O'g'il qizlar kamoloti to'yga bahona. Yaxshi farzand o'stirganni qutlar zamonam. Farzanding bor, umring kechar tinch farog'atda. Yaxshi farzand yashnayversin ay chaman hayotda. Asl farzand yashnayversin ay go'zal hayotda. O'g'il qizim farzandim, ishq bog'ida payvandim. Ey o'g'il qizim farzandim, ishq bog'ida payvandim. Bog'lanib bandim, sog'inganda o'rtandim. Farzandim asal qandim, farzandim shakar qandim. Kimlardir istaydi dunyodan dunyo, kimlardir qoldirar o'zdan yaxshi nom. Ustoz otadayin ulug'dir illo, ulug'larga mudom sharaf, ehtirom. Siz sohibi davron bo'ling ustozlar, baxtimizga omon bo'ling ustozlar. Qadrli yurtdoshlar, siz Qashqadaryo televideniyasida ustozlar izidan teleko'rsatuvini tomosha qildingiz. Bugungi ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz, san'atkor Tojiddin Murodovni yod etdik. Ularning farzandlari, nabiralari bilan o'sha go'zal xotiralarga birgalikda sayr-u sayohat qildik. Sharofiddin aka albatta ustozni eslaganda bugun juda ko'p xotiralarni aytib o'tish mumkin edi. Bitta ko'rsatuv kamlik qiladi. Yillar davomida dasturlarimizda bu loyihaga yana e'tibor qaratamiz. Bu kabi ustozlarimiz Qashqadaryoda juda ham ko'p. Ana shu katta darg'a ustozlarining maktabini sizlarga yetkazishda davom etamiz va musiqa, san'at sehri, ustozlarning izi, yo'li barchamizga hamroh bo'lsin deymiz. Bugungi tashrif uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin.
hamisha mana shu yaxshilik bo'lsin, san'atkorni, hofizlarni, xonanda sozandalarni ertalab turganda agar yurt tinch bo'lib bayram, yaxshi kunlar bo'lsa, demak bilaveringki, xalqqa hamma narsa joyida. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. San'atimiz mana shu yo'nalishimiz davomiy bo'lsin. Yoshlarimizga ijodiy barkamollik, Sharofiddin aka, sizning esa yelkangizdagi katta mas'uliyat, ota izini munosib davom ettirish va ana shu maktabning yorqin vakili sifatida yaxshi ijodiy namunalar bilan xalqimizga xizmat qilish hissi hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun g'oyatda mamnun bo'ldik. Azizlar, san'at sehri, ma'naviyat mehri, ustozlar izidan olingan katta bir layoqatni sizga yetkazishda davom etamiz. Hozircha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.